Chakralar, energetik markazlar inson tanasida asosan 7 ta energetik markaz bor. Ya'ni 6 tasi bizni tanamizda joylashgan bo'lsa, ketma-ketlikda 7-si tanadan tashqarida bosh qismida joylashgan bo'ladi. Bu haqida ko'pchilik balki ma'lumotga egadir. Ega bo'lmagan, ya'ni bilmagan joylaringiz bo'lishi mumkin. Chakralarni holati, ulardagi energiya oqimini qay darajada bo'lishi, qanchalik nurga ochiqligi, ya'ni blok bor yoki yo'qligi sizni butun hayotingizga o'z ta'sirini ko'rsatib turadi har doim va hattoki tanangizni salomatligiga ham ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, birinchi chakra bu eng pastki qismda joylashgan, dumbazada joylashgan bo'lib, birinchi chakrada agar bloklar bo'lsa, aynan shu qismda, tananing aynan shu qismida muammoli vaziyatlar, shamollashlar, bel og'riqlari yoki oyoq og'riqlari bo'lishi mumkin. Yoki ikkinchi chakra birinchi chakradan 2 barmoq yoki 4 barmoq taxminan shu oralikda teparoqda joylashgan bo'lib, ya'ni quloq sohasiga to'g'ri keladi. Agarda ikkinchi chakrada bloklar mavjud bo'lsa, bu tanada qanday ko'rinishda ko'rinadi? Aynan shu o'zini atrofidagi, o'zini maydonidagi tana a'zolarida kasallik ko'rinishida ko'rsatib berilishi ham mumkin yoki bo'lmasam hayot oqimi tarzida oladigan bo'lsak, hayot oqimiga ta'siri ikkinchi chakrada blok bo'lishi bu moliyaviy holatingizda chuqur o'zini aksini ko'rsatadi. Ya'ni moddiyatda, pul bilan bog'liq savollar ko'p bo'ladi ikkinchi chakrasi yopiq insonlarda. Uchinchi chakra bu kindikdan sal teparoqda qorin qismida joylashgan bo'lib, bu taxminan oshqozon osti bezi 12 barmoqli ichakning boshlanish qismlariga to'g'ri keladi va aynan u ham, uchinchi chakramiz ham rangi yorqin sariq rangda deyiladi va bu o'zini atrofidagi tana a'zolariga, salomatligiga o'z ta'sirini ko'rsatib turadi. 4-chakra bu yurak chakrasi, ya'ni qalbimizda ikkala ko'krak qafasining o'rtaligida, bu aynan yurakni o'zida emas, ya'ni jismoniy biologik yurakni o'zida emas, shunga yaqinroq qismda joylashgan bo'ladi. Agar unda bloklar bo'lsa, sevgiga yopiqlik, emotsional yopiqlik bo'ladi insonda. Ya'ni hayot oqimida oladigan bo'lsak, hayotda, jamiyatda o'zini o'rniga ega bo'la olmaslik, yopiq bo'lgan holatlarda mana shu ko'rinishda o'z aksini ko'rsatadi.